Bilasizmi? Odamlar boshqalarning ko'nglidan chiqish uchun o'zlarini yo'qotadilar. Va ular bunga arziydimi yoki yo'qligini tushunmasliklari juda achinarli. Xuddi shu narsa bugungi bizning qahramonimiz bilan sodir bo'ldi. Bu Farruh va u sinfdoshlari bilan tushlik qilmoqda. Farruh ular bilan birga ovqatlanayotgan bo'lsa ham, ular bilan birga emasligini tushunardi. Rasmga olaymi? Rasmga olaymi qizlar? Ha, mayli. Kelinglar, men rasmga ola qolay. Zo'r chiqaraman. O'zi rasmiy shu. Okay, this one is in, and it is out of the pocket. Next to. Then we can say the black is behind. Okay, behind. The black is behind. The black phone is behind. Bugun kechgam? Bot doshmiz. Bugun kechga PS baraka cho'tam. 4 kakasmi boshmi? 4 katta. Bo'lmayman boshmi? Bo'ldimda. O'ynaydi. Boramizda? Bo'l, bugun kechga. Xabarlashib qo'yasizmi? Nech? Adam to'lay. To'pot boshqa paytda o'ynaydi. Boshqa kuni olib boramiz endi. Ranjimasang. Yaxshi. Yaxshi do'st. Yaxshi. Omon. Yaxshi.
Nahotki do'stlarim meni iPhone bo'lmagani uchun o'z qatorlariga qo'shmayapti. Nima bo'lishidan qat'iy nazar men iPhone olishim kerak. Telepon zo'r ekan. Oke, do'stlar. Kechga. Жадан бала кешке конкурға алып күнгі барады. Men? Вот как раз бір адам еді. Bir adam еді. Барасам? Давай. 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 Alo dada, assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. O'g'lim, yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Ha, o'g'lim, uzr. Bezovta qilgan bo'lsam, so'ramoqchi bo'lganim, oyingni dori-darmonlariga deb yig'ib qo'ygan pullarim bor edi xonamda. Ko'rmadingmi mabodo? Yo'q, men ko'rmadim. Ha, mayli. O'zim bir joyga olib qo'yib, esimdan chiqqan bo'lsa kerak. Mayli. Topilib qolar. Ha, bo'pti, yaxshi dada. О, Next zo'r o'yin Вот, молодец, Sadık. Adamsa, лучше oshvat next. Baya Real bilan Barsa. Aytaverding o'shani. Shotga qaravarding shotga. Buncha Monaco-sunday alikda negizi Yuvarık. Qo'shilyapti. O'zingmi? Qanday? Ha, bir telefon alas. Bir telefon ekan. O'shina shunchami? Aslida shunday jigit. Keyingi paytda chaqiramiz, xudo xolasa. Yaxshi, omon bo'l. Yaxshi. Mening eski telefonim. Kunim yana senga qoldi shekilli. iPhone'imdan qanday ayrilsam, do'stlarimning e'tiboridan ham shunday ayrildim. Dada, assalomu alaykum. Tinchlikmi?
Va alaykum salom, o'g'lim. Afsuski, onangni ahvoli juda og'ir. Shifoxonaga olib keldik. Dori-darmonlarni o'z vaqtida olib bera olmadik. Darsdan chiqqaningda kelarsan, o'g'lim. Hattang, nimalar qilib qo'ydim. Pullarni tez o'rniga qo'ymasam bo'lmaydi. Qadrli ota-onam, men uchun bu xatni yozish juda qiyin, lekin menda hech qanday boshqa yo'l qolmadi. Men sizlarga hayotdagi eng katta xatolarimni va mening qilishim kerak bo'lgan ishlarni aytib berishimni xohlayman. Men sizga ayta olmaydigan narsalarni, oila munosabatlarining muhimi va mohiyati haqida o'ylab ushbu xatni yozishga qaror qildim. Bir necha kun avvalo men juda yomon qaror qabul qildim. Men iPhone olib, do'stlarimni qatoriga qo'shilish uchun oilamdan yashirin tarzda pul o'g'irladim. Mening u yo'ldagi harakatlarim butun hayotimni o'zgartirdi. iPhone'ni olish men uchun juda muhim bo'ldi. Chunki men do'stlarimning e'tiborini va ularning hurmatini qo'lga kiritishni istadim. Lekin bu qarorim noto'g'ri ekanligini kech tushunib yetdim. iPhone sinib qolgach, men yana yolg'iz qoldim. Onamning dori-darmon pullarini yoki shifoxonaga kerak pullar men uchun e'tibor topish bilan almashirildi. Bu esa mening har bir harakatimni, qanday xato qilganimni tushunishga imkon berdi. Hozir men e'tiborimni to'g'ri yo'nalishga bera oladigan yo'lga kirdim. Men xatolarimni tan olish va ularni to'g'rilashga qaror qildim. Ko'p o'tmay men shifoxonaga olib borish uchun kerakli pullarni topib, onamni davolash uchun barcha zaruriyatlarni hal qildim. Ushbu xatni yozish orqali men o'z xatolarimni tan olaman. Bu harakatim oilamning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Men bu xatni sizlarga yozib, kelajakda shunday xatolar qilmaslikka intilishga ishora qilmoqchiman. Sizlarning yordamingiz bilan men yaxshiroq inson bo'lishga harakat qilaman. Sizlarning farzandingiz Farruh. Hurmatli tomoshabinlar, men o'z xatolarimni tan olib, ulardan saboq oldim. Lekin sizlarga so'z bermoqchiman. Har biringiz shunday xato qilmaslik uchun o'z qarorlaringizni o'ylab, ularning hayotimizga va atrofimizdagilarga ta'sirini tushunib harakat qiling. Soxta e'tiborlarga va yolg'on hayotlarga tayyor bo'lib, o'z qadriyatlarimizni va muhtaram odamlarimizni hurmat qiling. Bu orqali siz nafaqat o'zingizga, balki atrofingizdagi barcha kishilarga ham yaxshi taassurot ko'rsatasiz. Har doim haqiqat, yaxshilik va muhabbat uchun kurashishga harakat qiling. Biz hammamiz qabul qilingan bo'lishni xohlaymiz. Biz hammamiz e'tibor va e'tirofni xohlaymiz. Lekin qanday narxda? Oqibatda esa nimalarga olib kelishini afsuski o'ylamaymiz ham.
Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam, mensimasdan qarar ko'z xirdan. Sezmay qolaman aldaydi odam, qo'rqmaydi harom non yer hiyladan. Maqsad sotish hatto sotuvda badan, tavba qil qo'rq Alloh taftidan. Unutma ey inson bu foniy dunyo, bo'lma razil tushdamassan bu ro'yo. O'ylaysan hammasi yaxshi deb go'yo, sen sabab yo haq yo nohaq bu dunyo. Tuzilgan shunaqa qora dastur, piyodasan yo'qmi mashina ozgina bastur. Voy kasal bo'lsa doktorlar hammasi g'amxo'r, kambag'alni joni og'ir sanabatda jim tur. Ya bo'lsa bo'ldi bitta yangi iPhone, o'tdi vaqt maqsadsiz doim birga shayton. Qora jenta 3-4 pul ol senga maydon, tulki bo'ri ilon o'zi shularmi hayvon? Yo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati? Tan olaman ko'p narsa bog'liq pulga, suzmayman mayli qarshi oqimga. Kechib ketdi bir chaqa deb og'ir botdi dilga, bor bog'liq narsalar emas ko'ngilga. Aytaman bitta gapni o'sha boy zo'rlarga, savol javob bitta joyda sen va pulga zorlarga. Sevgandim berishmadi do'stman qora tunlarga, yor bilan ketdi qasri borlarga. O'ylab qolaman gench be, ol dunyoga buncha o'ch bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam, yor bilan ketdi qizdan. Yo shunchalar qimmat, shu pulsiz zulmat. Boylik eng ulug' ne'mat, yo'qmi inson qiymati? Dunyo